Assalomu alaykum azizlar. Bugun xaritada bir narsaga duchor qoldim. Nihoyatda ajoyib. Qarang, Argentin. Keyin o'shani chekkasida nihoyatda bir qo'rqinchli manzara bor. Qarang. Mana. Endi qaraydigan bo'lsak, qarang, mana yerda bir shakl bor. Uni ustida bir shakl bor. Undan keyin kompla olib qaraydigan bo'lsak, jumladan ikkita ko'z, bir hayvon shakli. Yaqinlashtiradigan bo'lsam, mana bir shakl. Undan keyin mana bir hayvon shakli. Undan keyin qarang, mana bu ham bir shaklga o'xshab ketadi. Keyin mana yerlarda qarang. Undan keyin bu yoqqa qarang endi. Mana qarang, tulkining rasmiga o'xshaydi. Biroz pastga keladigan bo'lsak, ikkita ko'z, burun. Undan keyin qarang, bu ham xuddi shunday. Buni ichida ham mana ayni shakl bor. Keyin bu yerda ham bir iskelet rasm bor. Biroz kattartadigan bo'lsak, mana o'zi bir hayvonga o'xshab ketadi. Keyin uni ustida yana ikkita ko'z, og'iz, shunday katta bir narsaga o'xshaydi. Yana yaqinlashtirsa qarang, mana bir baqirib turgan bir narsaga o'xshab ketadi mana. Ustida ham bir shakl bor. Keyin yana yaqinlashtirsak, mana yerda bir maymun borga o'xshaydi. Undan keyin qarang, mana usti mana sherga o'xshaydi, ikkita ko'zi bor. Og'zini ochib turgan bir sherga o'xshab ketadi, bir jonivor, hayvonga. Undan keyin qarang, mana yerda bir ikkita ko'z bor, og'zini ochib turgan maymunga o'xshaydi. Undan keyin ochib qaraydigan bo'lsak, bu yerda ham g'arib rasmlar bor. Kelamiz hozir, qarang endi, mana yerga qarang endi. Mana yerda bir narsa sizlarga qarab turganday. Bir qoplonmi yoki yo'lbarsmi? Shunga o'xshagan narsa. Mana ham bir shakl. Keyin qarang endi, biroz kattarsak, yaqqol ko'rindi. Ikkita ko'z, og'iz, burun, shoh, ustida qoplon rasmi. Pastroq keladigan bo'lsak, yana xuddi shunga o'xshagan bir rasmga o'xshagan bir narsa bor. Endi mana shular Google xaritasini yolg'onlaridan bittasi. Allohu a'lam, chunki boshqa xaritalarga qaradim, bunday narsa ko'rmadim. Yana ham bilmadim hozir. Yana ayni joyga kelsak, o'sha narsaga qarang, duchor bo'lamiz. Yani nihoyatda qo'rqinchli, nihoyatda g'arib. Mana qarang, uzoqdan ko'rinishi ham ajib. Mana qarang, mana. Yaqinlashtirgan sari tafsilotlar o'rtaga chiqadi. Shuni duchor bo'lib qoldim shunga, sizlarga ham bir ko'rsatay mana shuni. Shunday bir yoki Google xaritasini yolg'onlaridan yoki haqiqatda shunga o'xshagan bir tasvir bormi desak, yo'q. Chunki boshqa xaritalarda bunday biron bir narsa ko'rinmadi.